Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va pensiya masalasida yaqinlariga yordam berayotgan yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u har oy qo'lingizga tegadigan pulga, oilaviy byudjetingizga dorilar, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar va kundalik xarajatlarga bevosita ta'sir qiladi. Indeksatsiyadan so'ng pensiya va nafaqalar qancha bo'lishi, kimning puli avtomatik o'sishi, kim hujjat topshirishi kerakligi, kim esa albatta tekshirtirib ko'rishi lozimligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim hollarda odamlar pul oshganini ko'rib xursand bo'ladi. Lekin aslida ularga undan ham ko'proq hisoblanishi kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zilar esa bank kartasiga kelgan summani noto'g'ri tushunib, ortiqcha xavotirga tushadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday yangiliklar birinchi navbatda sizga va yaqinlaringizga kerak bo'ladi. Avval pensiya va nafaqalar qanday hisoblanganini tushunib olaylik. Pensioner har oy belgilangan pensiya summasini oladi. Bu summa bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi. Ish staji, avvalgi ish haqi, pensiyaga chiqish turi, yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchini yo'qotganlik pensiyasimi, shuningdek ayrim qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligi. Nafaqalarda esa holat biroz boshqacharoq. Ular ko'pincha davlat tomonidan belgilangan aniq miqdorlar asosida tayinlanadi. Indeksatsiya deganda, oddiy qilib aytganda, pensiya va nafaqa summalarini oshirish tushuniladi. Nega bunday qilinadi? Chunki bozordagi narxlar o'zgaradi, oziq-ovqat qimmatlashadi, kommunal to'lovlar, dori-darmon, transport xarajatlari oshadi. Agar pensiya bir necha yil o'zgarmasa, pensionerning real daromadi kamayib boradi. Shu sababli davlat vaqti bilan pensiya, nafaqa va ayrim ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qiladi. Endi eng asosiy savol. 10 avgustdan keyin nima o'zgaradi? Muhimi shuki, indeksatsiya bo'lsa, ko'pchilik pensionerlarning summasi avtomatik qayta hisoblanadi. Ya'ni pensionerlarning katta qismi pensiya jamg'armasiga borib ariza yozishi shart bo'lmaydi. Tizimdagi mavjud ma'lumotlar asosida yangi miqdor hisoblanadi va keyingi to'lovlarda oshgan summa ko'rinadi. Lekin bu hamma holatlarda hech qanday tekshiruv kerak emas degani emas. Men aynan shu nozik joylarini batafsil tushuntiraman. Avvalgi tartibda ham pensiya oshirilganda ko'p hollarda summalar avtomatik ko'paytirilgan. Masalan, bir pensioner iyul oyida 1.200.000 so'm olgan bo'lsa, indeksatsiya foiziga qarab avgustdan boshlab uning pensiyasi oshgan ko'rinishda kelishi kerak. Agar oshirish 10% bo'lsa, oddiy hisobda 1.200.000 so'mning 10% 1.20.000 so'm bo'ladi. Demak, yangi summa taxminan 1.320.000 so'mga chiqadi. Lekin amalda yakuniy summa har doim bitta oddiy ko'paytirish bilan tugamaydi. Chunki ayrim pensiyalarda ustamalar, kompensatsiyalar, eng kam miqdor bilan bog'liq cheklovlar yoki boshqa qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Yangi o'zgarishda pensionerlar birinchi navbatda shuni bilishi kerak. Asosiy pensiya summasi oshadi. Ayrim ijtimoiy nafaqalar ham qayta ko'rib chiqiladi. Minimal miqdorlar o'zgarsa, eng kam darajada pensiya olayotgan fuqarolarga ham ta'sir qiladi. Bu ayniqsa kam staj bilan pensiyaga chiqqanlar, nogironligi bo'yicha to'lov olayotganlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun juda muhim. Men ko'p uchratadigan holat shunday: pensioner kartasiga pul keladi, u faqat kelgan summaga qaraydi. Lekin qaysi oy uchun, qaysi kunlar uchun, qayta hisob-kitob bilanmi yoki oddiy oylik to'lovmi, buni tekshirmaydi. Natijada ba'zan odam o'ziga kam to'langanini bilmay yuradi. Ba'zan esa aksincha qo'shimcha summa kelganini ko'rib, keyingi oy ham shuncha keladi deb o'ylaydi. Aslida u o'tgan davr uchun qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. Birinchi toifa yoshga doir pensiya oluvchilar, bu eng katta guruh. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, indeksatsiyadan keyin sizning pensiyangiz yangi koeffitsient asosida ko'payishi kerak. Agar siz iyul oyida 1.500.000 so'm olgan bo'lsangiz va oshirish 10% bo'lsa, taxminiy yangi summa 1.650.000 so'm atrofida bo'ladi. Agar 2% bo'lsa 1.650.000 so'm bo'ladi. Lekin men yana takrorlayman, aniq summa sizning pensiya ishingizdagi tarkibga bog'liq. Ikkinchi toifa eng kam pensiya miqdoriga yaqin pul olayotganlar. Masalan, odamning ish staji yetarli bo'lmagan, maoshi past bo'lgan yoki hujjatlari to'liq tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya ko'pincha eng kam miqdorlar bilan bog'lanadi. Agar eng kam pensiya yoki bazaviy hisoblashga oid miqdorlar o'zgarsa, bu odamlar uchun oshish oddiy foizdan ham sezilarliroq bo'lishi mumkin.
Shuning uchun kam pensiya oluvchilar avgustdan keyingi to'lovni albatta tekshirsin. 3-toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda odamning nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi pensiya turi va tayinlangan sana muhim. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro bilan 3-guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning to'lovi bir xil bo'lmaydi. Agar sizda nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, lekin ma'lumot tizimga vaqtida tushmagan bo'lsa, to'lovga chiqish yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagilar hujjatlarning amal qilish muddatini tekshirishi kerak. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oilalar. Bu holatda to'lov odatda vafot etgan boquvchining mehnat staji va daromadiga, shuningdek oila a'zolari soniga bog'liq bo'ladi. Masalan, ona 2 nafar voyaga yetmagan farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin umumiy to'lov oshishi kerak. Lekin farzandlardan biri 12 yoshga to'lgan bo'lsa, kollej, texnikum yoki oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar bu hujjat vaqtida berilmasa, to'lov kamayishi yoki to'xtashi ehtimoli bor. 5-toifa. Bank kartasi orqali pensiya oluvchilar va naqd pul orqali oluvchilar. Kartaga tushadigan to'lovlarda odam SMS xabar yoki bank ilovasidan summani ko'radi. Naqd oladiganlarda esa pochta yoki yetkazib beruvchi tashkilot orqali pul beriladi. Har ikki holatda ham pensioner o'z summasini yozib borishi kerak. Iyulda qancha oldingiz, avgustda qancha keldi. Agar qo'shimcha farq bo'lsa, alohida ko'rsatildimi? Bularning barchasini bilish kerak. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi pensioner ayol iyul oyida 1.100.000 so'm pensiya olgan deylik. Indeksatsiyadan keyin uning pensiyasi 10% ga oshirilsa, yangi summa 1.200.000 so'm bo'lishi kerak. U avgustda kartasiga 1.200.000 so'm tushganini ko'rsa, demak, asosiy hisob to'g'ri ko'rinadi. Lekin agar 1.160.000 so'm tushsa, u darhol savol berish kerak. Bu to'liq oylik to'lovmi? Biror ushlab qolish bormi? Qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov qaytarilishi bo'lganmi? Ikkinchi misol. Bir otaxon 1.800.000 so'm pensiya oladi. Unda mehnat staji ko'p, lekin pensiya ishida eski yillardagi ish haqi hujjatlari to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin uning pensiyasi 1.900.000 so'mga chiqdi deylik. U pul oshgandan xursand bo'ladi. Lekin agar avvalgi ish haqi arxivdan topilib qayta hisoblatilsa, uning asosiy pensiyasi 1.907.000 so'm emas, balki 2.005.000 so'm bo'lishi kerakligi aniqlanishi mumkin. Shunda indeksatsiya ham kattaroq bazaga qo'llanadi. Demak, faqat oshganiga qarab to'xtab qolmaslik kerak. 3-misol. Bir ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini 2 farzand uchun oladi. Iyulda 1.400.000 so'm olgan. Avgustda indeksatsiya tufayli to'lov 1.520.000 so'm bo'lishi mumkin. Lekin katta farzandi 18 yoshga to'lgan va oliy o'quv yurtiga kunduzgi bo'limga kirgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilishi kerak bo'ladi. Aks holda tizim uni pensiya olish huquqiga ega bo'lmagan shaxs sifatida chiqarib tashlashi mumkin. Keyin ona borib tushuntiradi, hujjat olib keladi, qayta tiklatadi, vaqt ketadi, asab ketadi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tayyorlash muhim. 4-misol. Nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaroning tibbiy xulosasi iyul oxirida tugaydi. U avgustda indeksatsiyadan keyin ko'proq pul kutadi. Lekin to'lov kelmaydi yoki kam keladi. Sabab nima? Nogironlik muddati uzaytirilgani haqidagi ma'lumot tizimga tushmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda odam birinchi navbatda tibbiy ekspertiza hujjatini, shaxsini tasdiqlovchi hujjatni va oldingi to'lov ma'lumotlarini olib, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. 5-misol. Bir pensioner bankdan kredit olgan. Kredit to'lovi har oy kartadan avtomatik yechiladi. Avgustda pensiya oshdi, lekin u kartada oshgan summani ko'rmadi. Aslida pensiya kelgan, ammo qarzdorlik yoki avtomatik to'lov sababli bir qismi yechib olingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank ilovasida tushum va chiqim tarixini alohida ko'rish kerak. Pensiya jamg'armasi kam to'laganmi yoki bankdan yechim bo'lganmi, farqini ajratib olish zarur. Agar sizning pensiyangiz doimiy ravishda kartaga tushsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya turi o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, qo'shimcha hujjat talab qilinmasa, ko'p hollarda sizdan alohida harakat talab qilinmaydi. Yangi summa avtomatik hisoblanadi. Lekin xavotir olmaslik, tekshirmaslik degani emas.
Men har bir pensionerga kamida 3 ta narsani tekshirishni tavsiya qilaman. Oldingi oy summasi, yangi oy summasi va agar farq bo'lsa. Bu farq doimiy o'sishmi yoki bir martalik qayta hisob kitobmi? Chunki ba'zan avgustda ko'proq pul keladi, sentyabrda esa undan kamroq keladi. Odam esa nega kamaydi deb o'ylaydi. Aslida avgustdagi qo'shimcha summa iyulning oxirgi kunlari yoki avvalgi davr uchun hisoblangan bo'lishi mumkin. Eng katta noziklik shundaki, hamma pensionerning o'sishi bir xil ko'rinmaydi. Bir odamda 10% indeksatsiya aniq 100 ming so'm qo'shib berishi mumkin. Boshqa odamda esa qo'shimchalar sababli summa boshqacha chiqadi. Masalan, ayrim to'lovlar pensiyaning asosiy qismiga bog'liq bo'ladi. Ayrimlari esa qat'iy belgilangan miqdor bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shning pensiyasi 200 ming so'mga oshib, sizniki 1 ming so'mga oshgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda xato degani emas, lekin tekshirib ko'rishga arziydi. Yana bir nozik masala pensiya tayinlangan sana. Agar odam pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsa, uning hisob kitobi boshqa davrga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, kimdir iyul oyining o'rtasida pensiyaga chiqqan bo'lsa, iyul uchun to'liq oy emas, faqat ma'lum kunlar uchun to'lov olgan bo'lishi mumkin. Avgustda esa to'liq oy uchun yangi summa keladi. U buni katta oshish deb o'ylashi mumkin, lekin aslida bu to'liq oy to'lovi bilan bog'liq. Yana bir muhim jihat, arxiv hujjatlari. Ko'p pensionerlar eski ish joylari yopilib ketgan, hujjatlar arxivga topshirilgan, ayrim yillar bo'yicha maosh ma'lumotlari topilmagan holatlarga duch keladi. Agar pensiya tayinlanayotganda hamma ma'lumot kiritilmagan bo'lsa, pensiya miqdori pastroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya shu pastroq bazaga qo'llanadi. Shuning uchun agar siz 25 yoki 30 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda kam chiqayotgan bo'lsa, shunaqa ekan deb yurmasdan pensiya ishingizni ko'rib chiqishni so'rashingiz kerak. Yana bir tuzoq, odamlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan har qanday jadvalga ishonib qoladi. Avgustdan hammaning pensiyasi falon so'm bo'ladi degan gaplar har doim ham to'g'ri emas. Pensiya individual to'g'ri, eng kam miqdorlar bo'yicha umumiy raqamlar bo'lishi mumkin. Lekin har bir odamning yakuniy summasi alohida. Shuning uchun men rasmiy manbalar, pensiya jamg'armasi bo'limi, bank tushumlari va shaxsiy pensiya ma'lumotlariga tayanishni maslahat beraman. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, iyul oyida olgan pensiya yoki nafaqangiz summasini yozib qo'ying. Agar bank kartasiga tushgan bo'lsa, bank ilovasidan yoki SMS xabardan ko'ring. Agar naqd olgan bo'lsangiz, o'zingiz yozgan daftar, kvitansiya yoki to'lov ma'lumotiga qarang. Ikkinchi qadam, avgust oyida kelgan summani alohida yozing. Faqat umumiy qoldiqni emas, aynan pensiya tushumi qancha bo'lganini ko'ring. Bank kartasida oldin pul bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin boshqa tushum ham kelgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartada qancha bor degan savol yetarli emas. Pensiya sifatida qancha tushdi degan savol muhim. Uchinchi qadam, farqni hisoblang. Masalan, iyulda 1 million 300 ming so'm olgan bo'lsangiz, avgustda 1 million 130 ming so'm kelgan bo'lsa, farq 170 ming so'm. Bu 10% ga yaqin. Agar siz kutgan o'sish shunga mos bo'lsa, vaziyat tushunarli. Agar farq juda kam bo'lsa yoki umuman o'sish bo'lmasa, sababini aniqlash kerak. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga borishga to'g'ri kelsa, shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq mavjud hujjatlar, bank kartasi rekvizitlari, oldingi to'lovlar bo'yicha ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va farzandlar hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat har bir odamga kerak bo'lmaydi. Lekin o'zingizga tegishlisini oldindan tayyorlab qo'ysangiz, bir necha marta qatnashning oldi olinadi. 5-qadam, murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, lekin sizda shubha bo'lsa, yozma ravishda qayta hisob kitobni so'rashingiz mumkin. Arizada oddiy qilib yoziladi. Mening pensiya miqdorim indeksatsiyadan so'ng to'g'ri qayta hisoblanganini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar ish staji yoki ish haqi bo'yicha hujjatlar qo'shilsa, taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. 6-qadam. Agar bank kartasida muammo bo'lsa, pensiya jamg'armasi bilan bankni adashtirmang. Pensiya kelganmi yoki yo'qmi? Buni pensiya jamg'armasi aytadi. Pul kartadan yechilganmi, bloklanganmi, kreditga ushlanganmi? Buni bank tushuntiradi.
Ba'zan odam pensiya jamg'armasiga boradi, aslida muammo bankdagi avtomatik yechimda bo'ladi. Ba'zan bankka boradi. Aslida pensiya hali o'tkazilmagan bo'ladi. Shuning uchun avval tushum tarixini ko'ring, keyin tegishli joyga murojaat qiling. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p otaxon, onaxonlar bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMS'ni o'qimaydi yoki raqamlarni hisoblashda qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar ularga yordam bersin. Lekin yordam berayotganda ham ehtiyot bo'lish kerak. Kartani, PIN kodni, bank ilovasi parolini begonalarga bermang. Pensiya masalasida eng ko'p uchraydigan muammolardan biri ham moliyaviy savodsizlik va ishonuvchanlikdir. Agar avgust oyida pensiyangiz umuman oshmagan bo'lsa, murojaat qiling. Agar sizning to'lovingiz keskin kamayib ketgan bo'lsa, murojaat qiling. Agar nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa-yu, to'lov kelmasa, murojaat qiling. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qiyotgan bo'lsa, lekin to'lov to'xtagan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma olib murojaat qiling. Agar ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, arxiv hujjatlarini izlang va qayta hisob-kitob so'rang. Agar sizda ikki mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi yozuvlar aniq o'qiladimi? Muhrlar bormi? Ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'rimi? Shularni tekshiring. Ayrim holatlarda bitta yil staj qo'shilishi ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa, ish haqi yuqori bo'lgan davrlar tasdiqlansa, pensiya sezilarli o'sishi mumkin. Indeksatsiya esa keyinchalik ana shu yuqoriroq summaga nisbatan ishlaydi. Mening maslahatlarimdan yana biri. Har oy pensiya tushgan sanani va summani daftar yoki telefoningizga yozib boring. Bu juda oddiy ish, lekin keyinchalik katta yordam beradi. Agar biror oy kam tushsa, siz darhol solishtira olasiz. Agar ortiqcha tushsa ham, uning sababini aniqlaysiz. Chunki ba'zan ortiqcha to'lov keyingi oyda ushlab qolinishi mumkin. Odam buni bilmasa, keyingi oy pensiyamni kamaytirib yuborishdi deb o'ylaydi. Ko'pchilik so'raydi, men ariza bermasam ham pensiyam oshadimi? Odatda indeksatsiya bo'yicha umumiy oshirish avtomatik qo'llanadi. Lekin sizning pensiya ishingizda xato, yetishmayotgan hujjat yoki muddati tugagan ma'lumot bo'lsa, albatta aralashish kerak bo'ladi. Yana savol. Qo'shniniki ko'proq oshibdi, meniki kamroq. Bu adolatsizlikmi? Har doim ham emas. Qo'shningizning ish staji, avvalgi maoshi, pensiya turi, ustamalari boshqa bo'lishi mumkin. Sizning holatingizni faqat o'zingizning pensiya ishingiz asosida tekshirish mumkin. Yana savol. Oshgan pensiya qachondan hisoblanadi? Agar o'zgarish avgustdan kuchga kirsa, hisob-kitob shu sanadan boshlab qilinadi. To'lov amaliyotida esa bankka tushish sanasi, hudud, to'lov jadvali va qayta hisob-kitob jarayoni sababli bir necha kun farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuniyoq tushmasa, darhol vahima qilish shart emas. Lekin belgilangan davr o'tib ham kelmasa, murojaat qilish kerak. Yana savol, yangi summani qayerdan bilsam bo'ladi? Eng avvalo bank tushumi orqali ko'rasiz. Shuningdek, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi orqali ma'lumot olish mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, shaxsiy ma'lumotlar orqali tekshirish imkoniyatlari ham bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona saytlarga kiritmang. Bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, indeksatsiyadan keyin pensiya va nafaqa summalari o'sishi ko'pchilik uchun avtomatik amalga oshiriladi. Lekin har bir pensioner o'z pulini tekshirishi shart. Iyuldagi summa bilan avgustdagi summani solishtiring, tushum tarixini ko'ring, kerak bo'lsa hujjatlaringizni tayyorlang va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ayniqsa, kam pensiya oluvchilar, nogironlik to'lovi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, arxiv hujjatlari to'liq bo'lmaganlar va yaqinda pensiyaga chiqqanlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Men ekspert sifatida sizga shuni tavsiya qilaman. Pul tushdi, demak hammasi joyida deb o'ylamang. To'g'ri hisoblanganmi? Oshish qo'llanganmi? Qo'shimcha hujjat kerak emasmi? Shularni tekshiring. Chunki pensiya bu oddiy raqam emas. Bu sizning yillab qilgan mehnatingiz. Qonuniy haqqingiz va kundalik hayotingiz uchun zarur mablag'dir. Sizda avgustdan keyin pensiya yoki nafaqa summasi qancha bo'ldi? Oshdimi? Oshmaganmi? Kutilgandan kam chiqdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham o'z holati bilan solishtirib ko'radi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.